hayratda qolishing uchun. Ha? 35. 35 ming so'mdan. Bu velikan ham 35 ekan. U velikan katta. Velikan ekan. Siz ham velikan kattayidan oldingizki-da? Mana undan oldingiz. Keyin mana guli bor ekan. Mana bunga o'xshashroq. U kichkina. Velikan gullar. 8 gacha tushadi-da, bu mana to'rdan boshlanadi. 35 ming ichki narxlarda o'rtoqlar. Keyin ular 36 ming. Ha, katta yo'l kira Mehmetda qarochi. Mazami? 15. 16 burchak, 15. To'g'ri o'tira. Chiga. Chiga. Хорошо. Buncha qimmatroq yapti. Qimmatroq moqchi. Yema bir qo'y ekan. Juda mini. Bu razmeri o'rtoqlar 5-6 yoshga tushgan ekan. Mana ular bo'lsa 3-4 yoshga tushgan. Lekin 15 yo'ndan, ya'ni 26 ming yo'l kirosi bilan mana 27 mingga to'g'ri keladi. Maza qilib bularni o tarozda qimmat chiqib beradi. 38 ming, 42 mingdan sotsalar ham bo'ladigan narsalar. Qarochi murskoshim sotayotganlar diqqatiga. Mana hozir Xitoydamiz. Mana eng dodalari, eng yorvoramanlari mana 33 yuan. 33. Qachon? Aka, mana 33 yuan bu 27 yuan. Ha? 27 yuan, 33 yuan. Endi shu 33 yuanni bitta bosingchi. 33. Hurmatli. Hozir ko'rdim necha dedi? 57 ming. 57 ming. 57 ming so'mga o'rtoqlar 6 ming so'm qo'shsak 65 ming atrofida. 120 130 sotsa qoplaydigan narsalar. Rahmat. Metro. O'zbekistonga Xitoycha salom. Salom. Xitoychalab salom bir narsa deng aka. Hop. Biz Xitoydamiz. Arslon parchasi. Aylanib yuribmiz biz. Adresimizni ko'rsataysiz-lar. Buni ko'rsatsak o'zi bilyapti odamlar mana. Nima mana? Mana. Sifat tekstili gaz nassasi. Sifat tekstili gaz nassasi. Poytaxt. O'sha mana to'g'ri o'tib bo'ldi, lekin setkaga tushgan narsalar. 29 yuan, qarochi. 29 yuan. 53.400 so'm. 50 ming, 50 ming 300 chiqadi. 50 ming 300. Bemalol 6 ming, 7 ming yo'l kira menadi. Mana 100 ming, 80 ming sotsangiz qoplaydigan narsa. Xitoydamiz xullas. 15 ming, 26 ming qancha ham chiqadi? 26 ming. 27 ming. Qarochi o'rtoqlar 26 mingdan mana. Qo'chqarali deganlaridan. Juda mini. 13. Chiga. 15. 15. 15 yuan. 26 ming. Xo'p. Mana uni sal chut arzon qilib. Juda mini. FIFA. Obdon. Объем, optim. 18 yuan. Bu opshim 18 yuani bo'ladi, unga 2000 qo'shiladimi? 15. Tangosigami? Mana opshim o'rtoqlar mana 20 30 mingga tushdi. 4 ming qo'shildi. 25 ming 26 mingdan o'rtoqlar. Yevorilibdimi mana? Biz hozir ayni damda Xitoydamiz. Xitoyda. O'zi Xitoyda u bozoridan chiqib bu bozorga ketyapmiz. Hozir o'sha nimani Tojikistonlik apani parfumeriyani hal qildik. Jizzaxlik apani o'yinchoqlarni hal qildik. Videoda apa bilan ko'rishib gaplashib tanladik. Endi biz hozir o'zimizga deylik kilolik kiyimlarda arzon bozori bor. O'sha bozorga qaytib ketyapmiz. O'shanda sizga bir kun kechikdi xolos hisobda. Said Muhammad nima gap? Hech ne jo'ndi? Mana 47 yuan. Kimen bere? 47 yuan.
Dollarga qancha tushadi bu? 50 yuan. Yo'q, 47 yuaningiz. 47 mi? Ha, 47 yuan. 47 bo'lingan 6'da 9. 608 ko'paytirilgan 12.000. 100 deylik. 82.420 so'm. Bunga press nechta bo'ladi? Assalomu alaykum do'stlar. Biz dantellarni Ko'paytirilgan. eng Xitoydagi do'koniga kirganmiz. Shu zavodning do'koniga. Video olish mumkin bo'ladi. Xudo xolasa mana narxlarini juda chiroyli qilib hisoblatyapmiz. Ko'paytirilgan 1 kilo. Yo'q, ko'paytirdimi? Shu to'g'ri bo'ldi. Ha. Buni dollarga 200 ko'paytiraman. yuzga ko'paytiring. 对，这样的好吃。我也喜欢。 Qirib bilmaysizmi ekan bu yerda narx? 那个老了就不好吃。 Ana 122 mingga to'g'ri kelyapti. 122 ming. Ha. Option price u 挨着是马德 bo'ladimi? 里，挨着挪威。 122 mingga to'g'ri kelyapti. 啊，可鲁格，挨着 Ikkitasi. 马德里，挨着挪威。 Ikkitasi 120 mingga to'g'ri kelyapti. Это Biz hozir Xitoyda. Кто купит тебе? Mana sochiqlar mana. Eng arzonlari, eng chotkalari va shu Xitoyda arzon narxda. Bunaqalar ham bor, bunaqalar hammasi lekin yemenish. Xitoyda mana hozir mana bunaqa do'konlarda переводчиga mana qizim. Nexao. Nexao bitta. Nexao bitta. Ha, uyalar ekan, salom bermayman deyapti. O'zbek. O'zbek xalqiga qochib yuribdi. O'zbekistonga hello. Hello. Hello Turkiyayu. Xitoychalar bitta. Biz bozorga yo'lga otlanganmiz mana. Bitta priz o'rtoqlar, короче, 889 dollarga hisoblanyapti-da, opshim. 250 kilogacha tovarning qadri farqi yo'q deydi. Xohla 1 dollarlik narsa olibga, xohla aytyapti hozir farqi yo'q, muammosi yo'q deydi. Sen shu priz 250 kilogacha bo'lsa tiqaverasan, bosaverasan, tiqaverasan, bosaverasan deydi. Detski olasanmi, ro'mol olasanmi, sinmaydigan narsa bo'lsa bo'ldi. Sinmasa mana deydi 250 kiloni 4 dollardan bo'lsa 1000 dollar bo'lyapti. Ya'ni 880 dollar, 20 dollar ag'oy bag'i bilan. Xo'p. Hop shunda 900 dollar deb hisoblaylik. 900 dollar bo'lgan taqdirda ham 100 dollar ag'oy bag'i bizni maytda bo'g'inisiga bo'lib yurishimiz va qimmat gaznitsalarda 5 yulduzli yeb ichar boshqa bilan atak 1000 dollar hisoblansa bo'lar ekan bitta prisda. Shunda 4 dollardan tushyapti. Har bir kilosi. Endi 2 dollarlarga 3 dollar yo yana 4 dollarlikgacha bo'lgan narsalar oladigan bo'lsa, unda yana boshqa. Xullas, hozir bozorlarga kiramiz. Narxlarni ham tashlaymiz, boshqa ham qilamiz. Hozir biz homiy bo'lganlarni biz aytilgan kelishdan oldin 10 ta bo'lsak 10 tamizga guruh ochiladi. 20 ta bo'lsa 20 ta guruh ochiladi deyilgan. O'sha homiylarni hozir mana unaqa qayerda, mana unaqa deyapti. O'shalarni qidirib yuribmiz hozir. Kargoni ham narxlarini hozir ponni bildim. Xudo xolasa endi shu bilan sizlarga ponni ma'lumot yetkazamiz. Xudo xolasa endi shu ma'lumot bergani, o'zimiz ham miyan to'ldi ma'lumot olgani kelganmiz-da endi bu yerga. Xudo xolasa yaxshi, zo'r. Hali o'ylagandan ortiq bo'lib turibdi hozir, Xudoga shukr. Kuzatinglar xullas. Assalomu alaykum, bozorchilarim. Yuklarimiz o'zi kungi bozori, tungi bozorlardan olinib, Abu Sahi kargoga dastavka bo'lib ketmoqchi bo'lib turgan tovarlarimiz mana hammasi juda ham chiroyli bo'lib tartib bilan ketmoqda. Kimga nima kerak bo'lsa, zakaz beraverasizlar. Opshim firma nomi nima edi? Do'stlar, mana ishonarli bo'lish uchun menga soat qizig'i yo'q mana. Ponni tashlang. Bitta hozir bir 5 ta 6 ta odamni yuki, 5 ta 6 ta odamni yiqqan zakasi. Qaysi viloyatlarga, qaysi yurtlarga nimalar oldingiz aka?
Xudo xohlasa Qashqadaryoga Aha. ketyapti. Koson tumanimi? Yaxshi. O'zizchi? Qamashi, malades. Mana Qashqadaryo Qamashidan keyin Xitoyga apalarim bor ekan. Daraga Druziya xullas.